Hammaga salom, men sportchiman. Har xil musobaqalarga qatnashib, o'sha yerlardan pul topaman. Hozir bugun ham musobaqamiz bo'ldi. Televizorda hech bermayapti. Mashq qildim ham kelmayapti. Hammalar hozir o'sha yerga borishim kerak, lekin soat qani? Nima? O'zi boshlanadi-ku. Tezroq borish kerak. Mana uyni quladik. Ana endi esa tezroq o'sha yerga borish kerak. U joy mana shu domning oxirida bo'lishi kerak. Shu yerdan o'tib olaylik. Mana men aytgan joy. Bu yer haqida qisqacha ma'lumot bu yerga oldin zavod qurilayotgan edi, qurilish to'xtatilgan. Shuning uchun bu yerga qandaydir joylar bo'ladi. Wow, lekin mana mashina chakkimas ekan. Buni yutib olsam maza qilib haydab beraman. Yoki buni sotib uyimni normal qilib olardim. Mayli, u yog'i bir gap bo'lar. Kiraylikchi. Yo, odamlar to'planibdi, tezroq kiyimimni almashtirib olaylik. Mana eshikni yopamiz. Qaysi bir ekan? Mayli, bunisi ochalishi. Mayli, bunisi yo'q ekan. Endi esa bunisi ochamiz. Ana kiyimimni almashtirib oldim. Bola ko'rasizlar, men kacho'yman-da. Ana endi esa o'sha yerga borishimiz kerak. Mana eshik yopamiz. Yo'q, ham kelibdi. Raqibim ham anchalik kuchli ekan. Ko'z ko'karga ekan. Mayli. Hurmatli tomoshabinlar, bizning joylarimizga xush kelibsiz. Hozir ikki o'rta yosh orasidagi jangni guvohi bo'lasizlar. Yutganga ko'chada turgan mashinani beramiz. Hamma qonun qoidalarga amal urishasizlar, beldan pastga urish yo'q. Unda boshlaylar. Mayli, men boshlayman. Mana senga qo'li mana senga yo'q. Mana burchaga qisib olamiz. Mana hoppa, yaxshi burchaga qisib oldik. Ola vizer. Ko'zimdagi yomon urdi. Hozirgi jangimizda vizer yutdi. Marhamat, gaplaringizni gapirib. Meni sana gapim yo'q, menga yutug'im beringlar. Xo'p, men o'zim yutug'im olaman. Qani ko'chada turgan mashinani hozir haydab ketaman. Yo'q. Politsiyachilar, nima bu noqonuniy jangmi? Hech kim qo'llamasin. Endi nima qilaman? Mana bela. Meni ish kelaydimi? Bo'pti. Men qilmayman. Tamomman bo'ldi. Komissar bo'ldi, men kechiring, aybim yo'qman. O'zimni bilmasdan aralashib qo'ydim bu yerga. Ko'chadan xabarlar eshitdim. Bizga unaqa gaplar o'tmaydi. Siz baribir unga bu yerdan o'ting. Siz unga tan jarohat yetkazgansiz. Endi u hozir ba'zida yotibdi. Endi nima qilamiz? Brat, meni ham kechiringlar. Endi birinchi marta kecha shaharga kelib meni qamalmasa dedi. Kechiringlar, xo'p. Mayli, yo'qolib etdan qaytmasa ko'ra unaqa ish qilgaydi. Mana shu yaxshi tezroq yerda jo'naylik degan payti so'villar lanatda yomg'ir ham yog'yapti. Hali men o'zimni haqqimni birovga berib qo'ymayman. Men qayerdan kelganim? Mana shu 4 yoshli qo'lga katta yo'lga lanatlar. Meni aldashdi yana. Hali men o'sha odamni topib, o'zim bilaman nima qilishni. Men ularga o'z haqqimni berib qo'ymayman.